Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, Shirom ishqibozlari, kanalimiz a'zolari. Mana xudo xolasa keyingi zakasimizni ham o'rnatdik. Bu zakasimiz Andijon viloyati Asaka tumani Niyoz Botirga o'rnatdik xudo xolasa. Bu yerda jami 4 ta eshik, 2 ta romimiz bor. Hozir bu yerda 2 ta eshik, 1 ta rom bor. Naryoqda yana 2 ta eshik, 1 ta romimiz bor. Mana bu ishlarimizni bemalol ko'rishingiz mumkin. Kanalimizga yangi bo'lib turganlar obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysanglar, xudo xolasa keyingi videolarimizni ham birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Mana ochilib yopilishlari, ishimiz holatlarini bemalol ko'rishingiz mumkin. Rezinkalar qo'yib berganmiz, xudo xolasa. Aynalarimiz 20 yillangan. Oq ayna qo'yilgan, ichkari gullik. Bu yerda mana kattaroq eshigimiz bor. Mana holatlarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Naklarda bosib, pastkalab, xolasa shunga eshik rom keladigan kukularga jo'natib qo'ysanglar, qo'ldan kelgancha yog'och eshik rom bo'ladimi, NDF eshik rom bo'ladimi, chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Vodiy bo'ylab dastavka ustunovkasi ichida. Xudo xolasa bemalol murojaat qila olasizlar. Holatda O'zbekiston bo'ylab tayyorlab beramiz. Mana shu vodiy bo'ylab dastavka ustunovka ham yo'q ichida bo'ladi. Voha tomonlarga kelishgan holatda bo'lyapti. Bemalol murojaat qila olasizlar. Vohadan turib ham boshqa qilib dastavka qilib chiroyli qilib uni upakovka qilib chiqarib beramiz. Mana ochilib yopilishlar. Nomerlarimizni eslatib o'tamiz. 90 763 12 61. Telegram, WhatsApplar xudo xolasa bor. Imo ham bor. Safar degan akalarimizga ham Telegram guruh orqali politsiya qilib qo'ysanglar, xudo xolasa. Kimga manaqa sifatli eshik deraza kerak bo'lsa, olib borasizlar. Keyin buni bir razmerlarini ham so'rashyapti. Buni razmerimiz 1.85, bo'yi 220 qilingan. Chekalariga mana yog'och qilib, kompyuterda, roverda gullar ochib berganmiz. Mana bu eshigimiz, mana bu romimiz 4 ko'zli bo'lgan. Bu eshigimiz ham razmerini aytib o'tamiz. 1.10 ga 220 qo'yilgan. Bu romimiz necha eni 50 roq ekan, 4 ko'zli qilib berdik. 1.70 ga bo'yicha pastroq, 1.43. Shuni hisobiga mana bu tepa tomoni to'g'ri bo'lgan. Aynalarni holatlarini 2 och chekadan ochilib yopiladi. Mana bu tomonda keyin ishimiz bor. Mana bu yerda mana 2 ta eshik, bitta rom. Bu razmerlari ham pastda bir xil, 1.10 ga 220. Mana ochilib yopilish holatlarini. Chap tomonga ochiladi. Bunisi chapga ochiladi. Bunisi o'ngga ochiladi. Bemalol kimga manaqa sifatli eshik derazalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Romlarimiz mana 2 och chekadan ochiladi. Bu yoqdan ham bitta ochiladi. Eshigimiz romimizga oq ayna qo'yib berganmiz. Ichkari shtobi yorug' bo'lib turish uchun oq ayna qo'yilgan, mana germetik qilingan. Bu eshigimizga gullik qo'yib berganmiz. Shtob ichkari bunaqa ko'p ko'rinmaydi. Xo'p, ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa, layklarni ham ayamaysizlar degan umiddamiz. Kanalimiz yangi bo'lib turganlar, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysanglar, xudo xolasa keyingi videolarimizni ham birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Hamma sog' salomat bo'lasizlar.